Ekraningizda ko'rib turgan ushbu inson hindistonlik Karimul. U o'z mototsiklida 7000 dan ortiq inson hayotini hech qanday shartlarsiz saqlab qolgan. Karimulni bunday qilishiga sabab bo'lgan voqea yoshligidagi og'ir hodisa hisoblanadi. Uning onasi og'ir betob bo'lib qoladi, lekin shifoxonagacha yo'l uzoq. Tez yordam mashinasi ulgurmaydi va natijada vaqtida yordam ko'rsatilmagani sababli onasi vafot etadi. Shundan so'ng u hech kimning yaqin insoni tez yordamsiz vafot etmasin degan maqsadda bu savobli ishni 1998-yildan beri uzoq shaharda yashovchi fuqarolarga bepulga qilib keladi. Agar qahramonimizning hikoyasidan ta'sirlangan bo'lsangiz, sizda ham insonlarga yordam berish imkoniyati bor. Atomika platformasida kimyo va biologiya kurslarini 25% chegirmada olishingiz mumkin. Unutmang, chegirma faqat 12, 13 va 14 dekabr kunlari amal qiladi. Kursni sotib olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring va Karimul kabi insonlarning hayotini saqlab qoling.